Assalomu alaykum yurtdoshlar. Endi bizga kommentga kelibdi. Modulli kontaktordan oldin relay напряжение qo'ysa bo'ladimi deb. Kuchlanish relesi bu. Buni o'zingiz настройка qilasiz. Mana tablosi bor. Masalan 220 tok keladigan bo'lsa, tok oshish darajasi bor. Baribir endi o'zgaruvchan tok o'ynab keladi. Shunda 250 ga ham qo'yishingiz mumkin. Endi nimangiz kuymasin desangiz 250 240 ham qilishingiz mumkin. Va pasini 200 masalan 170 yo 160 yo 180 qo'yishingiz mumkin. Past holida ham ishlab shu uzmasdan qilib beradi. Agar o'sha настройка qilganingizda masalan 170 ga qo'ygan bo'lsangiz 170 dan pastga tushsa o'chirib tashlaydi. Yana 170 dan baland bo'lganda qo'shib beradi. Yuqorisida ham masalan 270 qo'ygansizmi 260 qo'ygansizmi o'sha nimani настройкада necha oshgan bo'lsa o'sha o'chib tashlaydi. Shunda bu relay напряжениemizni vazifasi o'shanaqa. Bu modulli kontaktorda vazifasi unaqa emas. Modulli kontaktorda masalan bir 20 tacha uyingizda avtomat bor. Kulchatillaringiz bir 5-6 ta kulchatilingiz bor, misol uchun svitingiz yonadigan joyi. O'shalarda yuklamasini через modulli kontaktor olmasangiz yuklamasi kilovati amperaj kuchayib ketadi-da, o'shaning uchun nimaga nagruzka bo'ladi, kabelga, выключательga. Modulli kontaktor через ulanadi, o'shaning uchun nagruzkasini yuklamasini yengil qilib berish uchun. Buni vazifasi o'shanaqa. Uzun misol uchun relay напряжениeni qo'yasiz. So'ng relay напряжениеdan yuklama nimani olganingizdan keyin mana kirishi input output mana kirishi bundan kirgizib bunga berib через mana uzo bu relay напряжение. Bundan iste'molchiga kirgizib bundan olib keyin buniga tarqatib olsangiz bo'ladi. Через modulli kontaktor orqali tarqatsangiz ham bo'ladi. Buni hech qanaqangi ziyoni yo'q. Navrot foydasi bor. Uzoni vazifasini bilasiz. Yozib qo'ygan bu 40 amperlik ekan. Bu sezish darajasi kuchliroq. Odamda nima xavfsizlik uchun qo'yiladigan nimalar. Dif avtomat, uzo avtomatlar. Endi uzo kuchliroq sal nimasi. Bularning ziyoni yo'q. Shunda modulli kontaktorimiz behijolat. Bulardan keyin relay напряжение uzodan keyin ulasangiz yaxshiroq bo'ladi. Endi bizda ozgina bardak bo'lyapti, shunchaki kommentga kelgani uchun ozgina tushuncha berish maqsadida nima qilyapman, video qilyapman hozir. Bizda hozir yana mana bu Wi-Fi orqali ulanadigan nimayamiz ham bor. Buni ham bir sira ko'rsatgandik video qilib. Через telefonga настройкasiga ulasangiz ham bo'ladi. O'zidan выключательdan ham qo'shib yoqib o'chirsangiz bo'ladi. Bular ham bor. Hozir endi modulli kontaktorni so'ragan uchun ozgina modulli kontaktor haqida tushuncha berdim.